Ana shu tip bir yağım sel aksanqırab keldim. Belimning avruğuna chidamaydi. Men şu ikki buklarim shuni aytib kelverdim. Hazır nechik, yaxshimisiz? Xudoga shukur, rahmat, yaxshi. Yugurib ketdingizmi? Ha. En keyfan bilasizmi endi? Shukur, rahmat, havo, inglidan bilaman. Dizlaringizda yemilish ham bormi? Havo, 4 daraja. Ha, 4 darajali yemilish. Ikki qo'ltig'iga nima bilan suyab, hassa bilan olib kelgan edim. Mustaqil yurmaganda 5 yildan beri yurmaganlar umuman. Boyun grijasini berdi, davosini topib bildingizmi 5 kun davolanganingizdan keyin? Yerdan keldingiz? Qozog'iston. Nima kasalliklar bo'yicha keldingiz? Suyak yemilishi, belimdagi grija bilan keldim. Necha grijangiz bor edi? 2 ta. Men Amudaryo tumani Mang'itdan keldim. Grija bo'yicha shu Muyassar Atajonovaning klinikasini eshitib, ko'rib, bilib, shu yerga keldim. Shu yerdan shifo topaman men deb. Xudoga ming qadra shukur shu yerdan shifo topdim. Bugun mana 4-kuni. Berek emasdan burun grija necha bosib berar edi sizga? Ikki buklarim bir dedim, yer aynilib dedim. O'zlarim ham zo'rdan dedim, keyin boshladim. Xudoga shukur. Ikki buklanib keldingizmi bizlara? Havo. Zo'r ekan. Endi hozir nechik, yaxshimisiz? Xudoga shukur, rahmat, yaxshi. Yugurib ketdingizmi? En keyfan bilasizmi endi? Shukur, rahmat, havo, inglidan bilaman. Kelgan vaqtimda esdan keldim. Endi menakay 4-kun hadur bildirdi. Xudoyim ertaң bundan ham yaxshi bo'lib dikkildab chiqib ketgayman. Hozir dim yaxshiman. Qashqadaryodan kelganmiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan. Bundan oldin ham 2024-yil kelib, mana shu Muyassar Atajonovga davolanib ketgandi. Ancha shifo topib, foydasini bilganimiz uchun mana bu yil yana onamda olib keldim, onam davolatish uchun. Lekin dim esdan yuratoydim. Malni gazda yuratoydim. Dim avruma bo'lmaydi. Dim esdan yuratoydim. Endi hozir tez yuraman. Dizlaringizda yemilish ham bormi? Havo, 4 daraja. Ha, 4 darajali yemilish. Endi hozir oyoqlaringizda og'riq yo'qmi? Dizlaringizda og'riq yo'qmi? Yo'q, xudo. Yaxshi bo'lib ketdingizmi yemilishdan? Shukur, rahmat, yaxshiman. Onam kelganda umuman mana zinalardan chiqarmasdilar. Shopyorlar nima qilib, qo'ltig'idan kirib, nima qilib olib kelishdi. Mana hozir Xudoga shukur, kechadan beri nima bo'lib, o'z nimasi bilan yuryapti. Biz xasta. Ana shu tip bir yağım sel aksanqırab keldim. Belimning avruğuna chidamaydi. So'ng ondan keyin davolanib, muolajalarini olgandan keyin hadur o'zgarish bo'ldi. Shundan keyin tezligim ham oshdi sel. Havo endi hozir chaqqan. Hozir chaqqan. Xudoga shukur bilan hamma lichinasini olgandan keyin menakay ko'ringlar mening yurishimni. Nova. Menakay Xudoga shukur shifo topasiz. Mana giyohlardan dim yaxshi, Xudoga ming qadra shukur. Shu shifo bergan Xudoim hammaga. Muyassar Atajonova klinikasida necha kun yotib davolandingiz? 5 kun. O'zingiz kasallik bilan keldingiz bera? Mo'yin grijasi bilan. Boyun grijasi bilan keldingiz. Boyun grijasini berdi, davosini topib bildingizmi 5 kun davolanganingizdan keyin? Yana nelaringizda kasalliklaringiz yaxshi bo'ldi? Qo'llarim yaxshi. Oshqozon, eshaklaringiz nechikadi berek emasdan burun? Og'riydi. Hozir ovqat yesangiz og'rimaymi? Yo'q, yaxshiman. Oshqozon, eshaklar yaxshi. Shukur, rahmat, yaxshiman. Kabziyatlaringiz bormidi? Havom bor edi. Yo'q oldimi shular? Havo, xudoga shukur, yaxshiman endi. Yuraklaringiz ham yaxshimi? Havo, xudoga shukur, yaxshiman. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, siz ham sog' bo'lg'aysiz, hech qachon kasal bo'lmag'aysiz. Umringizni oxirigacha Alloh taolam 72 michangizni 360 bo'lganingizda sog' salomat etib qo'yar. Nima bilan olib kelgan edim, mana ikki qo'ltig'iga nima bilan suyab, hassa bilan olib kelgan edim. Mustaqil yurmaganda 5 yildan beri yurmaganlar umuman. Yo'q, hozir ancha mana yaxshi. Yildan buyon umuman Ha, 5 yilda yurmadan. Mustaqil umuman yurmaganlarda. necha kunlik natija bu? 5-kun bugun. 5-kunlik natija. Mashallah. Sizga erishlar nechik bo'ldi? Gemasizdan oldin nechik holatda edi? Shularni bir qisqacha aytib bersangiz. Qo'llarim avratmaydi, iki qo'lim, enim avratmaydi. Hozir shukur men yaxshiman, tavurmen. Seanslarni oldim, rahmat. Yo'llar bilan davoladilar. Ukol dori qo'shdilarmi yo qo'shmadimi? Ukol dorisiz davoladilar. Biotoklarni oldingiz, Muyassar Atajonovadan, giyohlarni ichdingiz. Undan tashqari fizioterapiyalarimizni oldingiz. Shu bilan Xudoga shukur aslan yaxshi bo'lib uyingizga qaytib Rahmat boryapsiz. hammasiga. Men shu ikki buklarim shuni aytib kelverdim. Xudoga shukur, yaxshiman endi. Shu yerdagi ishchilarimiz, doktorlarimiz hammasine rahmat. Sog' bo'lsinlar.
Yine yürüp ben yani. Xudoga şükür, Allah'a şükür. Yine. Aynen. Yine Hasan'ı umuman taşladım. Yürüyüşlerim yaxşı, yine hiç yerimde ağırlık yok. Yine. İki koltuğumdan ko'tarib geldiler. 2 günde yine neticesi çıktı. Müyesser Atacanova yana bir marta rahmet. İşçilerine, hemen doktor balalarıma rahmet. Shunchakli menga Allohimdan shifo berdi. Endi xursand bo'lib uyimga ketaman. Hali yana 2-chi kuni, yana 8 gün davolanaman hali. Yana og'rish yo'q. Avvalin gavdamni tiklab bilmas edim. Endi hozir bemalol yana. Choyxonaga borib kelaman. Müyesser Atacanova rahmet. Ömürleri uzoq bo'lsin. İşçilerine ham rahmet. Klinikangizni manzili nerede deb so'raysizlar. Hozir manzilimizni ona katibchilariga tushuntirib o'tamiz. Yaxshilab eshitinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yon tarafdan keladigan bo'lsangizlar, stadion, Olimpiya stadioni tarafdan kelsangizlar, Umra jamiyatini yonginasida. Agar bu yon tarafdan keladigan bo'lsangizlar, Raycenter bozor, Ko'na bozorning orqa tarafidan kelib, svetofordan o'ngga aylanasizlar. Adham Gamburgning yonginasida manzilimiz joylashgan. Marshrutda kelaman degan odamlar uchun oldimizdan 5 avtobuslari o'tadi. Dik shu klinikamizni tiyinda kelib tushirib ketadilar. Barchangizni klinikamizda kutamiz. Viloyatdan keladi Alloh bo'lsa, yana shu manzilimizni ko'rib bemalol kelsangizlar bo'ladi. Agar bizlarga Telegram orqali murojaat etsangizlar, lokatsiyalarimizni ham tashlab beramiz. Barcha bemor insonlarimizni klinikamizda kutamiz. Xudo xolasa Allohning izni bilan barcha dardlaringizga shifo topasizlar.